Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size qacırız, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü sağa 2020 yıl 7. ayının 1. günü. Vaziyet doğrusu gap qılsaq, ötkende sözüldük, tünügüllerden sözüldük. Xitayning Xalq Vakillar Qurultayı Daimi Komiteti Hong Kong'da devlet bexatarligi qonun layihasini ma'qullab, bugün onu Şangang'da, yani Hong Kong'da icra qilishga başladı. Qorqmaydigan botir yurak Shangang xalqi ekan bu xalq. 7. ayının 1. günü, yani şiddet bilan ko'chaga chiqib qarshi namoyish o'tkazib, köte qonununu dedi. Bu qatı meyran qiladigan bir taraf vaziyet doğrusu sözleyatimiz sizga vatandaş. Hemmisinin qo'lida, hatta yanchiqida ko'tarib yurgan uzun quloq yezilgan shuar Shangang Independence, Shangang, Hong Kong. Hong Kong mustaqil Hong Kong. Bu shuarlar bilan bir qancha nafar kishi, taxminan hozir biz sizlarga leksiyada elib chiqadigan 180 nafar namoyishchi yosh Shanganglik yoshlar qo'lga olindi. Demak, Xitoy ijro qildi. Hozir Xitoyning bu qonuni qil ustida turayotir. Hong Kongning taqdiri qil ustida turayotir. Amerika xalqi odatdagidek ko'ngil bo'lib, yana davomli holda Shangangga e'tibor bilan qarab, hozirda dastlabki qadamda Shangangdan qaytib kelib Amerikada siyosiy panohlik oladiganlarga siyosiy panohlik berish to'g'risida qonun loyiha ma'qulladi. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Mike Pompeo so'z iboralari qattiq bir parcha bayonot e'lon qildi. Bu tarafda Amerika Qo'shma Shtatlari adolat va kishilik huquqni qo'llayotdi. O tarafta mustabbet Stalinizmchi hokimiyat va Stalinning varisi deb yaqinda ta'riflangan Rais Xi Jinping bu qonunni Shangangga majburiy tatbiqlayotdi. Kurash endi yangi boshlandi. Natijasi vatandoshlar sizlarga bizga o keyin yoki atog'in yetib kelishi mumkin. Shu to'g'rida bugun sizlarga leksiya so'zlaymiz vatandoshlar. Mavzu mundaq. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungoning Hong Kongda davlat bexatarligi qonunini ma'qullaganligini aybladi. Mavzuli xabar 7. ayının 1. günü Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Mike Pompeo haftaning 2. günü, yani 30. günü bundoq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Hong Kong davlat bexatarligi qonunini ma'qullab, Hong Kongning demokratik boshqarish tizimiga xiloflik qildi. Amerika buningga qo'l qo'yish turib, qarab turolmaydi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bundoq ko'rsatdi. Beijingning gumonxo'rligi va xalqning vahimasi uning Shangang, yani Hong Kong xalqining muvaffaqiyatlarini tortib olishning asosidir. Bir davlat ikki xil tuzum, hamda bir davlat bir xil tuzumga aylandi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bundoq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining harakatlari Jungo hukumatining va'dasida turmaydiganligini yana bir qatam isbotlab berdi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo bundoq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Shangangga, ya Hong Kongga 50 yil erkinlik beraman deb va'da bergan. Faqat 23 yil erkinlik berdi. O'tgan bir necha yil ichida Beijing yana Dunyo sayyohat tashkiloti, Dunyo savdo tashkiloti va Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomalariga xiloflik qildi. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo yana bundoq ko'rsatdi. Amerika Shangangning, yani Hong Kongning bu holatiga qo'l qo'yishtirib qarab turolmaydi. Washington
Şangayning avtonomiyasiga, Hong Kongning avtonomiyasiga buzg'unchilik qilgan amaldorlarni virosni cheklagan yoki kechiringlar, avtonomiyasiga buzg'unchilik qilgan amaldorlarning Amerikaga kelishi vizasini bekor qildi, chekladi. Şangayga harbiy aslahalar eksport qilishni to'xtatdi, chekladi. Davlat ishlar kotib Mike Pompeo erkinlikni suydigan Şangay Hong Kong xalqi bilan bir sapda, davomli bir sapda turib, Beijingning so'z, ibora, axborot va yig'ilish erkinligiga hamda Şangayni qonun bilan boshqarishga, Hong Kongni qonun bilan boshqarishga hujum qilganligiga qarata Amerika Qo'shma Shtatlari inkas qaytirdi, dedi Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo. Endilikda qisqa xabarda vatandoshlar. Davlat ishlar kotibi bugun erkinlikni sevguchilarga tragediyalik bir kundir deb ko'rsatdi. Prezident Trump, "Men bugun Jungodan texama g'azablandim." Davlat Majlisi, Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi yana Hong Kongning erkinligi va tanlashi qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ydi. Davlat Majlisi a'zolari xuddi Tiananmen qolliq kartasiga o'xshash. Ya'ni Xitoyning tuzgan qonunni Davlat Majlisi a'zolari shunday o'xshatadi. Xuddi Tiananmen qolliq kartaga o'xshash. Amerika bergan va'dasini ching turishi lozim. Wall Street gazeti 7-oyning 1-kuni yo'tab. Xo'sh xabar, ya'ni Xi Jinping tizlatdi. Hong Kong davlat bexatarligi qonuni Kompartiyaning ag'darilishini tezlatadi. Li Yipeng, sizlar tanishtirgan Li Yipeng apandining so'zi ekan bu. Kompartiyaning ag'darilishini tezlatadi. Li Yipeng 7-oyning 1-kuni yo'tab. Xi Jinping rais bayroqqa imzo qo'ydi. Hong Kongda davlat bexatarligi qonun kuchga ega bo'ldi. Amerika urush e'lon qilgandek bir ish bo'ldi. Hong Kong nega boradi, nega qoladi? Amerikaning embargo qilish, propoza qilishmi yoki urush e'lon qilishmi? Dollar hisobot birligi sistemasi taqaldi. Magab eg'ir gapchima vatandosh. Dollar hisobot birligi sistemasi taqaldi. Jungo Kompartiyasi dunyo iqtisodining sirtiga qaqib chiqarib etildi. Jang Fengshika 7-oyning 1-kuni yo'tab. Katta xabar. Wang Jishin Xi Jinping yolqin tog'i ustida o'ltiribdi. Pul qaraydigan yillar 7-oyning 1-kuni yo'tab. 7-oyning 1-kuni bevosita ko'rishtish, 5 turli talabni ching turish, davlat bexatarligi qonuniga qarshi 7-oyning 1-kuni zo'r namoyish Victoria Bog'chdan boshlanadi. 7-oyning 1-kuni buyuk tangliqlar televiziyasi